Assalomu alaykum hammaga. Bundan oldingi video ko'pligi yoqibdi. Oka davomini xohlamizni deyapti. Mana hozir davomini xudo xohlasa sizlarga montajdan keyin ko'rsatamiz. Keyingi videomizda Bassam bilan uning o'rtog'i Timushi Dubai Mallda va Global Village'da ikkita joyda aylantirganman. Ikkalovini rasxodlarini hammaga qiziq bo'lgani uchun ko'rsatib boramiz. Esingizdan chiqmasin like bosish, подписка qilish, va обязательно qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar. Bu sizlarga o'sha tezroq informatsiya keladi. O'ylaymanki, qo'llab-quvvatlaysizlar. Bu kanalni endi yurg'izyapmiz. To'g'risi YouTube'da yangiman. O'ylayman qo'llab-quvvatlaysizlar. Xudo xolisa, dalshi undan ham qiziq narsalar bo'ladi. Ya'ni zo'r challenge'lar. Challenge'lar bilasiz bu degani soxta. Hammaga rahmat. Rasxodlar davom etmoqda. Bugun biz Global Village'da bitta Bassam emas, ves semiya kelgan. Qarindosh urib, ko'rsatib qo'yinglar, bungilar shu yerda qolganlarni kutyapmiz. Qolganlar hozir Laylo keladi, Obidjon, jiyanlari Maryamxon, Muhammad Mustafa, o'tan go'zal. Adamlar har sababli qarab kelmayman dedilar. Shuning uchun shunaqa go'zal kelyapti. Timosha o'rtoq aka, ishqilib bir 10 tacha odam. Bugungi rasxodni sizlarga ko'rsataman. Hatto Dubai kelsanglar, rasxodga chidasanglar, mana shu joylarga kelasizlar. Iloji yo'q. Bu haqiqat. Men bilet olgan ketamiz, onlayn olgani harakat qildim. To'g'risi aytsam, bitta joyini tushunmay qoldim. O'shanga iloji yo'q. Nariroqga borib bilet olamiz. Biletni olamiz. O'sha ko'rsaman necha yil bo'lgan. Примерно ko'plar biladi. Global Village narxi qancha? Chunki ko'p videolar chiqqan. Самое главное bu kirish narxi emas, самое главное ichkarida rasxod. Shunaqa gaplar. Eng zo'r yo'lini topdik. Где-то 1000 dirham to'laysan, почти 850 point o'yinga beradi. 11 ta odamga xud, короче, tekin. Eng zo'r yo'li. Chisat qildi, aldadi, o'zbekcha variant qildi, yo'lini qildi. Вот это поворот! 825 dirham to'ladim. 750 point ham oldim. 11 ta odamga tekin xud oldim. Bu vashsha zo'r kayf narxi. Nice. Bunaqa narx bo'lmagan. Men o'yladim hozir 11 ta odamga 300 dirham pul to'layman, 80 dollar xodga, keyin yana 1000 dirham atdenlik puliga point olaman. Naborot o'shani ichida pointlari bilan где-то bir 850 point bo'ldi. Ukraina qo'shamiz. Bular ko'p. Bularga farq keladi. Bola boqish bilan. Bassam bola boqadi. اللعبة على وشك الانتهاء. Bir narsa topdik. Bo'ldi, boringlar. الرجاء التلفزيون والخروج من المنبر.
the line. $100 qo'lga kirdi, yana qo'shtirib olmoqda. 550 olaman. Qayerdandir ketdik. Ha, aynan. Kapalagi. Ikki. Nima, chapaloq yeb yuramiz. Bolalar uchun-da. Qo'rqinchli narsa yo'q, to'g'ri, men uni topdim. Bilmayman, qo'rqadimi yo'qmi? Bular qo'rqmayapti, bular odam emas ekan. Men bilan o'rnida nima? O'zingni qo'rqdi. Всем привет, сегодня мы будем кайфовать на американской горке. Вот, поставшись. Вот, а сейчас будет очень страшно. Посмотрите. Мы, короче, поднимаемся на высоту. Да, сейчас вообще страшно будет. Или страшно. Смотрите, сейчас что будет. Сейчас вообще что-то будет. Я сейчас... Это было больно мне сейчас... Вот, смотрите. Вообще кайф! Вообще кайф! Вообще кайф! Ой-ой-ой! Смотрите, Тимош! Вообще кайф! Сейчас закончится! Туриспики! Вот так! Все, так быстро! Кайф вообще! А что можно? Вообще классно было! Вау, кайф! Bularni ana treneri qo'rqitib qo'ydi-da hozir. Nimalarni ham apasinglardi. Hozir treneriga aytdim, men ko'tarib chiqdim. Qo'rqitib qo'yish trenerini, mana shu treneri ko'tarib chiqdim. The ride is now coming to an end. Please remain seated. Ребята, ну это что-то себя как немножко не вообще не страшно. Страшно, ребят, давайте до конца посмотрим. Сейчас, ребята. Колесьяну не надо. Страшно, ребята. Страшно, ребята. Hasan bilan Timurni rasmini eslab yuradi. Napam. Xudo xolisa. Ya Timur. Oga ol. Esdalik. Wow.
Bolalarni kirgizib yubordim, mana bu jinnixonaga qo'rqinchli, qo'rqadigan joyga kiramiz dedik. Hozir xudo xohlasa o'tdan chiqsa reaksiyasini ko'rasiz. Undan ham reaksiyalar bor, undan oldin ham ularni ham qo'yamiz. Hammasi xudo xohlasa shu YouTube'da bo'laveradi. Zo'r narsalar. Hammaga rahmat. İkinci marta kullandım. Keyinchi? Keyinchi? Mana ikkita kichkina bolalar yugurishdi. Asosan bolalar. O'n bittacha qarindosh urug'ga kelganda, ular o'rtog'i, treneri, qarasam bitta narsasi qiyin, o'tda davleniya bo'ladi hayotda. Hammani ko'ngliga qarash kerak. O'yingilarni, odamgilarni, bolalarni, singlimni, qarindosh urug'larni, shuning uchun maksimal darajadagi o'zimni ushlashga harakat qilyapman. O'ylaymanki, portlab ketmayman. Mana shu ikkalovi menga kuchliroq. Bunaqa gap. O'sha ovqatimizni где-то 600 180 so'm. O'sha 1200 boshini yedik bolalarim bilan. Bolalarimga rahmat. Boringlarga shukr. Evet, mana keldi. 300 dollar boshini yedi men bilan. Nima? Plashatkaga ikkita maymun. Keldi. Bolta. Ha, shunaqa bolalarga faqat shu kerak. To'g'ri. Belki bor riskiyat kerak ekan. Borib sen tushib kelsin endi ikkalo, ikkita chiqib oladi. Hozir işte 300 dollar rasot ketadi. Karta olasizlar, shotiga pul tashlaysizlar. Point beradi. Akvariumga ham 4 ta tekin nima beradi. Bunaqa gaplar. Joyda tura olmayapti, treyeri ketdi. Shotiga qurtib oldilar. Mazam yo'qdi O'zbekistonda, hozir mazam zo'rda. Mana shunaqa. Yaxshida unaqa ko'rsa tuzalib qoladi bular. Shunaqa so'z. Armiyada mana oldinda qiladi, go'zal oldinda qila olmaydi. Armiya. Bularga armiya yaxshiroq, go'zalni trolga qilgandan ko'ra.
o'tib chiqqani soqqan. Jon jana ana. Nima ekan? Shunaqa bo'ladi o'la. Nima bo'ldi? Nima deydi? Mana olaganini qilib beramiz bolalar. Maza qil. Куда хотите? Вы когда-нибудь устанете? Нет? Mana shunaqa yoshligimda bo'lganman, men eslay olmayman lekin mana uchib berardim. Bo'ldi, tugadi hammasi. $300 oldik, o'sha $300 u qiladi mana. Men bularga to'ldirasan, dumalatadi. Yorib yuborishing, kardesh.